Makka dunyodagi barcha musulmonlar uchun eng muqaddas maskan, duo va tavba manzili. Ammo agar siz bu yerga oxirgi 10 yillikda kelmagan bo'lsangiz, shaharni taniy olmasligingiz aniq. Bugungi Makka bu shunchaki Ka'ba emas. Bu ulkan qurilish maydoni bo'lib, unda qadimiylik, qulaylik va yuqori foyda uchun shafqatsizlarcha qurbon qilinmoqda. Saudiya Arabistoni imkonsiz narsani amalga oshirdi. U ma'naviyat markazini sayyoradagi eng hashamatli turistik klasterga aylantirdi. Bu yerda raqamlar oyatlardan balandroq jaranglamoqda. Agar sizga shunaqa videolar yoqsa, bir kichik iltimosim bor. Tadqiqot, montaj va tayyorgarlik uchun ko'p vaqt va kuch sarflayman. Lekin tomoshabinlarning 90% dan ortig'i kanalni obunasiz tomosha qiladi. Siz uchun bu bir klik, men uchun esa katta yordam va motivatsiya. Kanalga obuna bo'ling. Biz esa boshladik. Al-Harom masjidining tepasida ulkan qurollik soat minorasi qad qurilgan. Bu dunyodagi 4-chi eng baland bino. Uning tepasidagi soat 25 kilometrdan ko'rinadi. Ammo bu binoning ichida nima bor? U yerda zohidlar uchun xonalar emas, balki Fairmont, Raffles va Swiss Hotel kabi dunyoning eng qimmat mehmonxonalari joylashgan. Ramazon oyining oxirgi kunlarida Ka'baga qaragan lyuks xonalarning bir kechasi 10,000-15 ming dollargacha ko'tariladi. Oddiy ziyoratchilar Makka chekkasidagi arzon xonalarda tunayotgan bir paytda elita vakillari tilla qoplangan piyolalardan qahva ichib, panoramik oynalar ortidan tavofni tomosha qiladi. Islom barcha insonlar Alloh oldida teng ekanini o'rgatadi. Biroq Saudiyaning yangi infratuzilmasi yaqqol kasta tizimini yaratdi. Pulingiz qancha ko'p bo'lsa, muqaddas joylarga jismoniy shuncha yaqinroq bo'lasiz. Bu shisha va beton saltanatni qurish uchun Saudiya hukumati tarixiy merosni ayovsiz qurbon qildi. Oxirgi 20 yil ichida Makka va Madinada 1000 yillik tarixga ega bo'lgan binolarning qariyb 95% yer bilan tekislandi. 18-asrda Usmonlar tomonidan Makkani himoya qilish uchun qurilgan Ajyad kallasi portlatilgan va o'sha soat minorasiga joy bo'shatish uchun yer bilan yakson qilingan. Turkiya o'shanda buni madaniy vahshiylik deb atadi. Ammo neft pullari dunyoni jim bo'lishga majbur qildi. Yana islom olami uchun qadrli bo'lgan Hadicha onamizning uylari o'rnida hozir jamoat hojatxonalari va tahoratxonalari qurilgan. Abu Bakr Siddiqning uylari o'rniga esa hozir Hilton mehmonxonasi qad qurilgan. Rasmiy Riyod buni ziyoratchilar xavfsizligi va shirkka qarshi kurash bilan izohlaydi. Ammo tanqidchilar buni oddiy va sovuq hisob-kitob deb bilishadi. Qadimiy uylar soliq keltirmaydi. Osmonu par mehmonxonalar esa milliardlab olib keladi. Nega bularning hammasi aynan hozir sodir bo'lmoqda? Sababi valyuta. Valiahd shahzoda Muhammad ibn Salmon tushunib turibdi. Neft erasi tugayapti. Unga bitmas tugamas yangi daromad manbai kerak. Bu manbai ziyoratchilar. Maqsad 2030-yilga borib ziyoratchilar sonini yiliga 30 millionga yetkazish. Hozir 8-10 million atrofida. Haj va umra hozirning o'zida davlat g'aznasiga yiliga 12-20 milliard dollar foyda keltirmoqda. Salomon rejasiga ko'ra bu raqam 150 milliard dollargacha o'sishi kerak. Makka hozir aqlli shaharga aylangan. Sun'iy intellekt xalqni nazorat qiladi. Mobil ilovalar esa namozdan so'ng qaysi brend do'kondan atir sotib olishni ko'rsatadi. Bu mukammal biznes modeli. Ularda odamlar butun umr yiqqan pullarini sarflab, diniy e'tiqodga ko'ra hayotida hech bo'lmaganda bir marta kelishi shart bo'lgan mahsulot bor. Ammo agar Makkada ular taqvodorlik va taraqqiyot niqobini kiyishgan bo'lsa, davlat telekameralari yetib bormaydigan joylarda nima bo'layapti? Riyodning tillo eshiklari ortida 15 ming nafar shahzoda va malikalar qanday hayot kechirmoqda? Saudiya Arabistoni deganda biz shunchaki bir davlatni emas, balki bir oilaning shaxsiy mulkini tushunishimiz kerak. Tasavvur qiling, qirollik oilasining 15 mingta a'zosi bor, lekin asl hokimiyat va neft krani faqat tor doira, taxminan 2000 kishining qo'lida. Rasman davlat byudjeti qirolning hamyonidan ajratilgan deyiladi. Ammo aslida bu afsonaga o'xshaydi. Har oy oila a'zolari g'aznadan stipendiya oladilar.
Bu summalar uzoq qarindoshlar uchun 5-10 ming dollardan, yaqin doira uchun esa millionlab dollargacha yetadi. Taxminiy miqdorlar: oyiga 270 ming dollar davlat asoschisining o'g'illari uchun, taxminan 27 ming dollar nevaralari uchun, 13 ming dollar chevaralari uchun va 8 ming dollar keyingi uzoqroq qarindoshlar uchun. 1990-yillarda bunday to'lovlarning umumiy hajmi davlat byudjetidan yiliga taxminan 2 milliard dollarga baholangan. Yangi aniq raqamlar deyarli yo'q, chunki Saudlar uyi qirollik oilasi a'zolariga to'lovlar bo'yicha rasmiy ma'lumotlarni e'lon qilmaydi. Shahzodalarning asosiy daromadi bu ulush, komissionniy. Agar biror g'arb kompaniyasi Saudiyada yo'l qurmoqchi yoki qurol sotmoqchi bo'lsa, u albatta shahzodaning birini ulushga, dolyaga olishi shart. Bu mamlakat iqtisodiyotidan olinib, Shvetsariya banklariga va Fransiyadagi qasrlarga oqib ketayotgan milliardlar degani. 2017-yilda dunyo Saudlar oilasi ichki muammolarini qanday hal qilishiga guvoh bo'ldi. Valiahd shahzoda Muhammad ibn Salmon yuzlab o'z qarindoshlarini va eng boy biznesmenlarni Riyoddagi Ritz-Carlton mehmonxonasiga qamab qo'ydi. Bu sud emas, balki ultimatum edi. Yo boyligingni bir qismini davlatga topshirasan, yoki shu yerda qolasan. Oila taxminan 100 milliard dollar pulini topshirishga majbur bo'ldi. Bu korrupsiyaga qarshi kurashish deb ataldi. Ammo aslida bu hokimiyatni bir qo'lda to'plash uchun qilingan reyderlik hujumi edi. Shundan so'ng oilada qo'rquv hukm sura boshladi. Endi eng yoqmasak nuqtaga, munofiqlikka to'xtalamiz. Riyod ko'chalarida axloq politsiyasi ayollarning kiyimiga yopishib, kafelarda musiqalarni taqiqlab yurgan bir paytda, hashamatli villalarning devorlari ortida hayot butunlay boshqacha. WikiLeaks tomonidan e'lon qilingan hisobotlarda Jiddadagi shahzodalarning kechalari tasvirlangan. U yerda eng qimmat ichimliklar, giyohvand moddalar va chet eldan keltirilgan eskort modellar oddiy hol. Mamlakatda spirtlik ichimliklari rasman taqiqlangan bo'lsa-da, shahzodalar uchun diplomatik pochta va shaxsiy samolyotlar orqali viski va shampan vinolari tinimsiz kelib turadi. Qirollik oilasida shundoq ham pul tiqilib ketgan. Yana pul topishga urinishning nima keragi bor? Buning ustiga noqonuniy yo'l bilan. Masalan, 1999-yilda shahzoda Naif ibn Fawaz 2 tonnaga yaqin kokainni Janubiy Amerikadan Yevropaga o'tkazishni tashkillashtirishda ayblangan. Giyohvand moddalar Boeing xususiy samolyotida Fransiyaga yetkazilgan. Yoki 2015-yilda Bayrut aeroportida shahzoda Abdul Muhsin qo'lga olindi. Uning rasmiy gerbli shaxsiy samolyotida 2 tonna kaptagon, ya'ni arzon amfetamin topildi. Oqibatda ularning hech biri haqiqiy jazosini olmadi. Bu ularning qonunlardan qo'rqmasligiga yaqqol dalildir. Saudiya adliya tizimi agar gap oila obro'si haqida ketsa, hatto o'z jigarlariga ham shafqat qilmaydi. 1977-yilda 19 yoshli malika Mishal sevgan yigiti bilan mamlakatdan qochmoqchi bo'lgani uchun qatl etildi. Uning bobosi shahzoda Muhammad kechirishni istamadi. Qizning ko'zi oldida yigitning boshi chopildi. So'ng malikani o'zi otib tashlandi. Bu voqea Saudlar oilasida inson hayotidan ko'ra hokimiyat va an'analar yuqori turishini butun dunyoga ko'rsatdi. Biroq Saudlarning jinoyatlari faqat qirollik hududi bilan cheklanib qolmaydi. Ularning qonli izlari Yevropaning markazigacha yetib borgan. Saudiya shahzodalari Riyodda qonundan ustun turishga o'rganib qolgan. Ammo 2010-yilda Londonda sodir bo'lgan voqea dunyoni larzaga soldi. Qirol Abdullohning nevarasi shahzoda Saud ibn Abdulaziz ibn Nosir Londondagi Landmark mehmonxonasida 14-fevral sevishganlar kunida o'z xizmatkor sevgilisi Bandar Abdulazizni vahshiylarcha kaltaklab o'ldirdi. Sudda u hammasidan ham ko'proq o'zi gey emasligini isbotlash xavotirida edi. Axir Saudiya Arabistonida gomoseksualizm eng yomon jinoyatlardan biri bo'lib, o'lim jazosi bilan jazolanishi mumkin. Ekspertiza xizmatkorning tanasida nafaqat og'ir jarohatlar, balki tishlash va qiynoq izlarini ham topdi. Natijada Britaniya sudi shahzodani umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Keyinchalik u vataniga ekstraditsiya qilindi. Ammo Saudiyada uning taqdiri nima bo'lgani noma'lum. Katta ehtimol bilan u o'z saroylaridan birida hashamat ichida uy qamog'ida yashamoqda.
Bu voqea mutlaq hokimiyat insonni qanday yirtqichga aylantirishini ko'rsatib berdi. Endi Saudiyaning barcha hashamat va kelajak shaharlari nimani evaziga qurilayotgani haqida gaplashamiz. Bu kafolat tizimi. Rasman bu mehnat qonunchiligi, aslida esa legallashtirilgan qullik. Xuddi Birlashgan Arab Amirliklarida aytganimdek, agar Dubay haqidagi videoni ko'rmagan bo'lsangiz, bu rolikni ko'rib bo'lib, обязательно o'tib ko'ring. Sizga yoqadi deb o'ylayman. Pokiston, Bangladesh yoki Filippindan kelgan ishchi kafilsiz mamlakatga kira olmaydi. Chegaradan o'tishi bilan uning pasporti olib qo'yiladi. Xo'jayinining ruxsatisiz ishchi ishini o'zgartira olmaydi, ishdan bo'sha olmaydi, hatto vataniga qaytib keta olmaydi. Millionlab odamlar 50 daraja issiqda kuniga 14-16 soat ishlashga majbur. Human Rights Watch hisobotlarida ko'plab hollarda oyliklar oylab, yillab berilmaydi. Ayol xizmatkorlari esa uyga qamab qo'yilib, jismoniy zo'ravonlikka uchraydi. Agar ular qochishga urinsa, jinoyatchi sifatida qamoqqa olinadi. Saudlar o'z tanqidchilarini qanday yo'q qilishi haqida gap ketganda, butun dunyoni dahshatga solgan bir voqeani chetlab o'tib bo'lmaydi. 2018-yil. Istanbul, Saudiya Arabistoni konsulligi. Saud hokimiyati siyosatini tanqid qiluvchi jurnalist Jamol Qo'shiqchi shunchaki nikoh hujjatlarini olish uchun o'z vatanining elchixonasiga kiradi. Ammo u yerdan qaytib chiqmaydi. Keyinchalik Turkiya maxsus xizmatlari tomonidan e'lon qilingan audioyozuvlar shuni ko'rsatdiki, konsullik ichida Riyoddan kelgan 15 kishilik maxsus guruh uni kutib turgan edi. Jurnalistni avval qiynashgan, so'ng o'ldirib, tanasini bo'laklarga bo'lib, keyin yo'q qilishgan. Tanasi hozirgacha topilmagan. Bu voqea saudlar oilasi nafaqat o'z mamlakati ichida, balki butun dunyo bo'ylab o'z jazolovchi qo'llarini cho'za olishini ko'rsatdi. Bu zamonaviy dunyodagi eng shafqatsiz siyosiy qotilliklardan biri sifatida tarixda qoldi. Bugun Saudiya Arabistoni PR uchun milliardlab dollar sarflamoqda. Ayollarga mashina haydashga ruxsat berildi. Kinoteatrlar ochildi. Ronaldo va Neymar kabi futbol yulduzlari taklif qilindi. Dunyoga yangi va ochiq mamlakat obrazi sotilmoqda. Ammo bu yorqin fasad ortida boshqaruv usullari o'sha qolgan. Futbolchilarga 100 millionlab pul to'lanayotgan bir paytda ijtimoiy tarmoqdagi bitta post uchun oddiy faollar 30 yilga qamoqqa tashlanmoqda. Kelajak shaharlarini qurayotgan bir paytda podvallarda qirollik oilasining sirlarini bilganlar so'roq qilinmoqda. Saudiya Arabistoni hech kim uddalay olmagan ishni qilmoqchi. To'liq o'rta asrlarga xos boshqaruvni saqlab qolgan holda eng zamonaviy jamiyatni qurmoqchi. Ular muqaddas qadriyatlarni biznesga, o'z familiyalarini esa qonunga aylantirishdi. Ammo neft va qo'rquv ustiga qurilgan poydevor dunyodagi eng beqaror poydevordir. Neft ertami kechmi tugaydi. Qo'rquv esa har doim adolatga bo'lgan chanqoqni uyg'otadi. Tarix bir necha bor ko'rsatgan. Hatto eng boy va qudratli davlatlar ham o'zgarishlardan sug'urtalanmagan. Saudiya Arabistoni bugun katta bir eksperiment ichida. Axir pul erkinlikni o'rnini bosa oladimi? Neon chiroqlari saroy marmarlaridagi qon izlarini yashira oladimi? Bunga faqat vaqt javob beradi. Ammo unutmang, har bir oltin osmono'par binoning ortida kimningdir aytilmagan dardi va kimningdir adolatsiz unutilgan hayoti yotibdi.